va'da qilganimdek master klass sizlarga bugun targetlar bo'yicha o'zim ishlagan nuqtalar va shu partials oladigan, ya'ni save qiladigan nuqtalar, full chiqib ketadigan nuqtalar, o'shalar to'g'risida gaplashamiz. Targetlar bo'yicha savollar qolmaydi degan umiddaman. Birinchi navbatda biz bilib olishimiz kerak bo'lgan narsalar bu: bozorda target bo'lmasa, ya'ni siz narx qatga hujum qilayotganini bilmasangiz, demak siz savdoga kirishingiz kerak emas degan qonun qoidani esdan chiqarishimiz kerak emas. Savdoga kirish entry modellari vaqtlardan ham ko'ra narx qatga bormoqchi, narxi keyingi ostanovkasi, keyingi bekati qat bo'ladi. O'sha narsani birinchi bilib olishimiz kerak. Bugun sizlar bilan o'sha narsa to'g'risida gaplashamiz. Chunki target bo'lmasa savdo qilinishi kerak emas. Bugun hozir men sizlarga mana 3 ta turdagi target turlari va undan keyin atkatlarda ishlayotganda yoki daily, weekly time frame'lardagi target nuqtalari to'g'risida ham aytib beraman. Targetlar haqida nima bilsam hammasini aytib beraman. Tak, birinchi navbatda eng zo'r targetlar asosan range'da ishlayotgan paytlarimizda mana holatlar ham bo'lishi mumkin-ku. Bular 3 kunlik range liquidity, ya'ni 3 kun ichida yig'ilib qolgan likvidnesslar, PDH, PDL albatta va session liquidity, sessiyalar likvidnesssi asosan Osiyo bozoriniki. Men London bozori va New York bozori haylovlarini likvidnessni belgilamayman. O'zi aslida ular ham likvidness hisoblanadi, lekin men ularni unaqa ishlatmayman. Undan ko'ra PDH, PDL bilan ishlab qo'ya qolganim menga tinchroq. Tak, bo'lmasa kelinglar 3 kunlik range liquiditydan boshlaymiz. Tak, 3 kunlik range liquidity deganda siz mana kuni bozorda masalan o'zingizni tasavvur qilyapsizmi? 3 kun orqaga qarang. Birinchi kun, ikkinchi kun va 3-kun. Va o'sha kunni high va o'sha kunni low sizga buy side liquidity, ya'ni 3 kunlik range high va 3 kunlik range low bo'lib xizmat qiladi. Bu bozorimizni tushuvchi bozorda bo'lganligi, tushuvchi bozordagi misolni ko'ryapmiz. Tushundinglar? Mana bunaqa cho'zib o'tirmayman bu darsni, 30-40 minut qilib tezda tushuntirib ketaman. Menimcha bu yerda hamma ICCdan xabari bor bolalar, glavniy nuqtalar, tochkalarni aytib o'tib ketaman. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun. Uchinchi kunni high buy side liquidity 3 kunlik range high, sell side liquidity 3 kunlik range low. Mana shu nuqtalar bizda asosiy eng katta targetlarimizdan bittasi hisoblanadi. Endi kun ichida day trading uchun bu, swing trading uchun emas. Tushundingmi? Mana shunaqa belgilanib olinadi. Tak, undan keyin ko'k liniya bilan belgilaganlarim bizda albatta PDH va PDL. Mana kun savdo qilmoqchi bo'lsangiz, siz uchun PDH bu kechagi kunni eng high maksimumi albatta target sifatida xizmat qiladi, magnit sifatida, ya'ni hujum uchun va mana bu yerda bizda PDL ko'rib turganingizdek kechagi kunni low nuqtasi bo'ladi. Endi siz mana kunni turibman deb tasavvur qilasiz. Va tushuvchi bozorda bizda shunaqa taktika bor. Bu haqida ham dars qilib beraman. Tushuvchi bozorda biz ko'pincha buy side ichirgandan keyin sell side'ga hujum qilish yo'li bilan, taktikasi bilan deymizmi, shunaqa manevr qilamiz. O'shaning uchun birinchi tushuvchi bozorda narx buy side'da olinishini kutganimiz yaxshi yoki buy side'gacha ham hujum qilib ishlab ko'rsa ham bo'ladi. Ozgina bu yerda e'tiborga olish kerak bo'lgan narsalar prosta ko'proq bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, mana bu yerda FVGdan imkoniyat berayotgandi bozor. Bizda birinchi targetimiz albatta session liquidity bo'yicha asiatik high bo'ladi. Asiatik high bo'yicha ham gapirib o'tib ketaman. 19:00 dan 00:00 gacha ham olamiz. Albatta uni high bizaga save qiladigan nuqtamiz bo'ladi. Chunki hech qachon hech kim bilmaydi narx likvidness yechgandan keyin qanaqa reaksiya olishini. Narx pastga qaytib ketishi mumkin. O'shaning uchun siz bu yerda save qiladigan joyingiz va сделкani bezubitga qo'yishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Tushundingmi? Mana asiatik high va asiatik low turibdi. Bu holatda sizga asiatik high aktual bo'ladi narx olib chiqib ketish uchun. Endi bu yerda mana qilamiz, bu yerda chiqamiz emas. Prosta mana shu narsalarni bilib olinglar bo'ldi target uchun. Va undan keyingi target bo'lib sizga mana bu yerdagi PDH o'tgan kunning high nuqtasi xizmat qiladi. Magnit sifatida shu nuqtada ham chiqib ketsanglar bo'ladi. Va ana o'sha undan keyin 3 kunlik range high ga target qilib ishlasangiz bo'ladi. Srazu 3 kunlik range high ga take profit qo'yib qo'ysakchi, baribir shu kuni boryapti-ku deyishingiz mumkin. Har doim ham holat bozorda srazu 3 kunlik high ga bormasligi mumkin. Narx PDHni yechib turib, pastroq diskount kat beraman desa, siz teparoqdan kirgan bo'lsangiz, mana bu odam bilib bo'lmaydi-yu, kichkinaroq time frame'da. Albatta siz bezubit qolib qolishingiz ehtimoli borligi uchun iloj
iloji boricha day trading qilayotganda, ya'ni kun ichida savdo qilayotgan paytda siz eng yaqin targetlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. O'shanda ideal chiqib ketish nuqtasi bo'ladi-da. Bozorda savdoga kirishingizdan oldin sizda muhim rol qayerda chiqib ketaman degan savol bo'lishi kerak. Men qayerga qarab ketyapti? Qayerdan reaksiya olish mumkin? Qayerga borgandan keyin menga teskari yurishi mumkin? O'sha savollarni berishimiz kerak. Tushundingmi? O'shanda PDXga hujum va PDXga hujumdan keyin siz отдельно yana savdoga kirib bu holatda demoqchiman. Siz уже mana ko'rishingiz mumkin. Londonga klassik buy day bo'lyapti. Londonga ilzom hujum, PDX olinyapti, overlap, atkat, overlapdan keyin biz yana dalishi tepaga hujum qilyapmiz. Shunaqa qatnashsalar ham bo'ladi. Endi hozirgi bozor shunaqa misol to'g'ri kelib qolganligi uchun shunaqa, lekin har safar bunaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun maksimal yaqin likvidnesslar bilan ishlayverish kerak. Tushundingmi? Mana shu holatda. Mana shu holatda maza qilib savdo qilsak bo'ladi. Eng yaqin likvidnesslarga mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Lekin bu men eng glavniy ishlatadigan, hujum qiladigan nuqtalarimdan hisoblanmaydi do'stlar. Men ko'pincha hujum qilayotgan paytimda buy side va sell side liquiditalarimga hujum qilayotganimda uni tepasida yoki tagida kunlik yoki haftalik imbalanslar bo'lishiga juda katta e'tibor beraman. Mana shu narsa ham juda yaxshi rol o'ynaydi. Kelinglar, o'shani misolida bitta ko'rib chiqamiz. Ko'proq men uni atkatda ishlataman. U onda tillada qaraydigan bo'lsak, tilla all time highga chiqqandan keyin, mana weekly time frame dan boshlaymiz. All time highga chiqqandan keyin albatta biz uni qatdan atkat berishini bilmaymiz, lekin уже ancha impuls bo'lgandan keyin biz taxmin qilishimiz mumkin, уже atkat kelib qolgandir deb. Nimaga qarab? Chunki narx impuls bergandan keyin ko'pincha mana bunaqa imbalans tashab ketadi bizga. Ko'ryapsizlar? Mana imbalans. Bu birinchi imbalansimiz va bu ikkinchi imbalansimiz bo'lyapti. Mana shu paytda mana shu imbalanslarga sell ishlab tushayotganda men sell side qidiraman kichkina time frame da. Tushundingmi? Mana kichkina time frame da qidiraman. Mana bu ikkinchi targetim, mana bu birinchi targetim. Tak, birinchi target bo'yicha men 4 soatli time frame ga o'tsam, mana birinchi targetim, qaranglar, mana birinchi targetim weekly imbalance. Esinglarda bor-a? Mana shu weekly imbalansga tushayotganda, sell side ko'ryapsizlarmi weekly imbalans tepasida. Mana nuqtaga men ko'zim tushyapti. Mana shu nuqtaga meni ko'zim tushdi. Mana sell side liquidity 4 soatlikda. Ya'ni 1 soatlik buy side'ga hujum qilyapsizmi? Demak, uni ustida daily CB, ya'ni tushuvchi imbalans bo'lsa, вообще zo'r bo'ladi. Yoki teskarisi. Qarang, weekly BC, ya'ni o'suvchi imbalans. Yana bir marta ko'rsataman. Mana o'suvchi imbalans, mana buni haqida gap ketyapti. Siz sell side'ingizda o'suvchi imbalans bo'lsa, bu yanada kuchli magnit bo'ladi. Tushundingmi? Va shu nuqtaga juda kuchli hujum ko'rganmiz o'sha yerda. Men Osiyo bozor indikatorlari juda ko'payib ketib uchib turaman. Mana sell side. Mana nuqtada BPR dan bergan. Biz mana nuqtada ham ishlash imkoniyati ishlaganmiz. Mana bitta biz chiqib ketgandi. Imbalansda yaxshi target. Chunki hech kim bilmaydi narx qatga borishini baribir. Imbalansdan keyin o'suvchi trend bo'lganligi uchun davom etib ketishi ham mumkin. Fix uchun imbalanslar ham yaxshi zona diskontdagi bu holatda. Men bu safar tushuntirmoqchi bo'layotgan narsam iloji boricha o'sha imbalanslar joylashgan nuqta, imbalansga narx kiryaptimi, sell side ham bo'lsin, ideal tortadi o'ziga. Mana shu juda kuchli target hisoblanadi. BTS qilinglar, chatga tashlanglar, uyushi qilib men ko'rib beraman, baraka topkurlar. Bemalol. Keyingisi yana bitta weekly imbalans. Weekly imbalansga tushaman deganda sizda mana bunaqa sell side bo'lsa, mana bunaqa sell side liquidity bo'lsa, вообще mana maza qilib ishlaysiz. Kelinglar, ko'rinadigan qilib bunaqa belgilab qo'yamiz. Ileje mana ko'rinadigan umiddaman. Mana qiling, mana sell side liquidity. Mana bu weekly'da imbalans va uni tagida sell side turibdi. Ko'pincha o'sha shunaqa bo'ladi bozorda. Ana o'sha holatlarda siz ham imbalans to'ldirilishiga hujum qilyapsiz, ham sell side'ga hujum qilyapsiz. Tushundingizmi? O'sha paytlar maza qilib savdo qilsangiz bo'ladi. Hamda imbalansdan hurmat qilib dalish pastga qarab beryapti. Tushundingmi? Mana shu holat. Ya'ni katta time, kichkina time frame'dagi sell side'lar bu 15 minutda ishlasa ham mumkin. 15 minutlik buy side tepasida 4 soatli imbalans bo'lsa, unda ham zo'r. Bu time frame bilan uyg'unlashtirsangiz bo'ladi. Faqat daily da yoki faqat qanaqadir weekly bo'lishi shart emas. Mana shu misollarda uyushi sifatida tashlab bersanglar, men ko'rib beraman. Ya'ni boya birinchi ko'rganimdek 3 kunlik range liquidity va 1 soatlikda buy side turganda 4 soatlik imbalans tepasi yoki mana ko'rayotganingdek
haftalik imbalansiga kirishda sell side mana shunaqa holatlar zo'r target bo'ladi men uchun. Ko'pincha shu daily time frame ga qarayman, chunki daily time frame ham bitta narsa aytaman, tushunib olishingiz uchun daily time frame da imbalans yasalgandan keyin yasaladi-yu, mana narx iloji boricha uni to'ldirishga harakat qiladi tezlik bilan, tezroq. Mana to'ldirilyapti 2 kundan keyin, ya'ni bu sell ishlashga imkoniyat sizga. Tushundingizmi? Mana bunaqa holat atkat beryapti. Qatga mana birinchi imbalans hujumga, mana ikkinchi imbalans. Albatta ikkinchi imbalansga siz birinchisiga ham ikkinchisiga ham hujum qilsangiz bo'ladi. Chunki timboli o'sha narsani qatdan bilsa bo'ladi. Bundoq hisoblasangiz ham bo'ladi. Diskountga qaytishi kerak-ku narx. O'sha payt mana imbalans target turibdi. Mana shu yerda shogirdlarga bitta zo'rasi o'rgatgandim. Mana OB ga kelmaganligi sababini ham aytib ketaman. Chunki backtest qilsanglar bo'ladi, SMT bo'lib qolgan kumush bilan mana shu yerda. U onda ko'rinmayapti. Forex.com da yaxshigina fitil bor mana shu yerda. Yoki kumushda bo'lmadi, xullas SMT bo'lib qolgan. O'shandan ham qarasa bo'ladi. Narxini shu nuqtaga keldi. Weekly imbalansimiz bor. Hozirgi holat ham deyarli shunga o'xshash holat bo'lib turibdi. Weekly imbalansdan reaksiyasi bor narxi. Mana ko'ryapsizlar va albatta tepaga ketyapmiz, qaq ketyapmiz. Katta ehtimol bilan bu imbalansga. Va mana shu imbalans ochilayotgan paytda balki 1 soatlik sell side bordi, buy side bordi. Mana bu nuqta bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana oson. Mana imbalansga kirayotganda sizda bir xil payt buy side bo'lmay qolishi mumkin-da. Mana buy side 1, 2, 3 kunlik anaqa desa ham bo'ladi. 3 kun davomida cancel desa bo'lgan, 3 kunlik haydsa ham bo'ladi. Zo'r holat bo'lgan. Undan tashqari narx yana teparoq chiqishini kutyapman. Nimaga? Chunki mana bu nuqtada menda OB bor. Endi bu yog'i ozgina tahlil ham ketdi. Mana shu OB joylashgan nuqtada mana bu yerga borib bersanglar, mana 4 soatlik imbalans ishlab ketgan tepaga. Tepaga ishlagan imbalans yorib o'tirilgandan keyin pastga ham ishlashi mumkin. Bu ham magnit sifatida turib beradi. Nima demoqchiligimni tushundinglar degan umiddaman. Boya birinchi rasmda ko'rgan narsamiz chuqurlik liquidity, session liquidity va PDH-BDL va mana bunaqa holat. Daily, weekly time frame'dagi imbalansda joylashgan nuqtada kichkinaroq time frame'da buy side. Bu zo'r magnit nuqtasi bo'la oladi. Albatta videoni ko'ringlar, backtest qilinglar, uyush qilinglar, chatga tashinglar, mana atmetka qilinglar, ko'rib bering desangiz, men uni обязательно ko'rib beraman. Bundan muammo yo'q. Bu bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Uni cho'za o'zimiz hurmat qilish shart emas. Prosta backtest qilib uyush qilsanglar bo'ldi. Savdoda hammaga omad tilab qolaman. Надеюсь, что foydasi tegadi bu narsani. Savollar bo'ladigan bo'lsa chatga tashlasanglar bo'ladi. Master class bo'yicha savol deb yozsanglar, albatta qo'ldan kelgancha ko'rishimiz bilan javob berishga harakat qilamiz. Boshlangan hafta hammaga omadli kelsin. Hammaga omad do'stlar.